Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Gold Mobile 2026-da yangi obzorlarni boshladi. Biz sizlarga juda ham arzon narxda sifatli telefonlar kafolati bilan sizlarga yetkazib beramiz. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Biz sizlarga bonus va chegirmalarni hammalarini narxlarini juda ham arzon narxda tanishtirib o'tamiz. Videoda oxirigacha ko'rsalaring. Olgan telefonlaringga bitta stiklo, bitta chexol bonus sizlarga qo'shib beramiz. Bo'lmasam boshladik. Do'stlar, birinchi bo'lib yangi telefonlardan Samsung Galaxy A17 1 yil kafolatiga ega 6 ga 128 xotirali bu telefonimiz 2025-yil 2026-yilda Samsung seriyasida eng ko'p sotilayotgan mana shu telefon bo'lyapti. Bu telefonda hozirgi sotuvdagi narxi 2.250.000 bo'lyapti. Bemalol magazinlardan surishtirsalar ham bo'ladi. Biz bu telefonni sizlarga optim price chiqayotgan narxida chegirma narxda men 2.50.000 so'mdan qilib beraman. Firma narxi 2.50.000 so'mga. Xudo xolasa A17 miz 2 dona bor, shoshilinglar, 1 yil garantiyaga ega. Bundan keyingi Samsung seriyasida A seriyada eng kuchli telefon bo'lgan Samsung Galaxy A56 telefonlarimiz do'stlar. Bu telefonlar 8 ga 128 xotirali, 8 ga 256 xotiralari bor bizda. Ranglari qora, yangi vakuum ochilmagan, 1 yil kafolatga ega. Do'stlar, bu telefonlar hozirgi sotuvda $355 sotilyapti. Men sizlarga juda ham qiziq qaynoq taklif bilan $338 A56 8 ga 128 1 yil kafolatligini xarid qilishlarini men sizlarga tavsiya qilaman. Shoshilinglar, 4 dona bor bunaqasidan. Keyin bizda 8 ga 256 xotiraligi ham bor. Uni narxini $388 qilib beraman. Ochilmagan yangi vakuum do'stlar. Bu videoda keng tarqatib qo'yinglar. Telefonlar soni chegaralangan. Xudo xolasa juda ham shunaqa arzon optim price narxlarda qilib beramiz. Xo'p, bundan keyingisi hattoki Gold Mobile'da atigi 900.000 so'mga bizdan yangi ochilmagan telefon xarid qilsalaring ham bo'ladi do'stlar. Aytib o'tganimda o'sha optim price narxida men sizlarga qilib beraman. Faqat bir dona Redmi A5 shoshilinglar, ochilmagan yangi. Kimga podarka qilamiz desalaring ham bemalol mana podarka uchun juda ham hamyonbop telefon. Bundan keyingisi Redmi 15C. Bu telefonimiz batareyalarga keladigan bo'lsa, qaranglar 6000 amper. Bu degani internetni yoqib bemalol ertadan kechgacha ishlatsangiz ham bir kundan ortiqqa yetib boradi. Agar faqat telefonni o'ziga ishlatmoqchi bo'ladigan bo'lsalar, internet kamroq yoqib ishlatsalar ham bu telefon 2 kunga ham bemalol zaryadi yetib o'tadi bu telefon. Bu telefonlarimiz 8 ga 128 xotiradan 8 ga 256 saligacha bor bizda. 8 ga 128 ni men sizlarga $120 ga qilib beraman do'stlar. Optim price narxida $120 ga Redmi 15C 1 yil kafolatligi 8 ga 256 taligini do'stlar $145 qilib beraman. Shoshilinglar, bular soni chegaralangan, bittadan bor. Xudo xolasa ulgurib olinglar, video tarqatib qo'yinglar. Xo'p, bundan keyingi telefonlarimiz Samsung telefonlari. Bu ishning Koreyadan kelgan bu telefonlar. Do'stlar, S10 modellari bor bizda mana. Oqidan ham bor, yashilidan ham bor, qorasidan ham bor. Bu telefonlar ideal tiniq sastana turibdi. Samsung Galaxy S10larimiz bular dubayskiy proshipka qilingan. Bemalol ikkita sim karta solib ishlatsalar ham bo'ladi. Xo'p, mana bunisi bitta sim karta solib ishlatsangiz bo'ladi. Bu opisaning imekadan o'tgan. Bu telefonlarimiz narxiga to'xtab o'tadigan bo'lsak, bu telefonlar 8 ga 128 xotiraligini men sizlarga do'stlar $160 qilib beraman. 8 ga 512 xotiraligi ham bor bizda S10 da. Kimga qiziq bo'lsa yozinglar do'stlar, bir dona bor shunaqasi. Men sizlarga buni ham narxini yengil narxda $165 ga qilib beraman. 512 xotirali S10 telefonimiz. Xo'p, bundan keyingisi Samsung Galaxy S10 5G telefonimiz. Narxi $185, 8 ga 256 xotirali bo'ladi. Bundan keyingi telefonlarimiz Samsung Galaxy S21. Hattoki plyonkalarigacha olinmagan yangida ideal holatda telefonimiz. Qaranglar do'stlar, yangi holatda turibdi. Mana salafallari ham turibdi bu telefonni. Bu telefonni narxi bir paytlar $700 gacha sotilgan, yangiligida zavod narxi $700 to'xtagan. 8 ga 256 xotirali bo'lgan bu telefonimizni ekranni puliga men sizlarga telefon taklif qilaman. Juda ham baquvvat, batareyasi ham 4000 mAh. Maza qilib ishlatsalar ham bo'ladi bu telefonni. Narxiga to'xtab o'tadigan bo'lsa, bu telefonlar shunaqa ideal tiniq sastana desini do'stlar $225 ga men sizlarga qilib beraman. Ofitsialniy o'z umedan o'tgan bu telefonlarimiz bojxona orqali kirib kelgan. Bemalol bizdan xarid qilsalar ham bo'ladi. Mana ideal sastanadasi bor. Hattoki qora ranglilari ham bor. Qora ranglilari kamroq bo'ladi, lekin bizda bor Gold Mobile'da xudo xolasa. Xo'p, bundan keyingi telefonimiz Samsung Galaxy S22.
Mana bu telefonlar ham flagman seriyasining juda ham eng noyoblaridan. Qaranglar, ko'rinish dizayniga ham baho berasizlar, juda ham zo'r. Mana buni ham zavodskiy plyonkalarigacha olinmagan yangidek sostoyanida turibdi. Bu telefonimizning narxini men sizlarga do'stlar chegirma narxda $270 qilib beraman. 8256 xotira yangidek holatdasini do'stlar. Holatlari sal-pal shilingan qirilganlarini, lekin $230-240 ham bor. Agar yengilroq holat desa ham bo'laveradi bizga, faqat o'zi yaxshi ishlasa bo'lsin bo'laveradi deydigan bo'lsalaring, 230-240 ga ham S22 xato qilib beramiz inshaalloh. Xo'p, S20 telefonimiz ham bor. Bu telefon juda ham kuchli hisoblanadi, chunki do'stlar S22, S21 da ham operativkasi hattoki 8 operativka bilan jihozlangan. Buni operativkasiga to'xtaydigan bo'lsak, 12 operativka bo'ladi bu telefonimiz. Lekin batareyka amperi ham 4000 amper. Protsessori Snapdragon bilan jihozlangan bu telefonda. S20 juda ham qulay, maza qilib ishlatadigan telefonni men sizlarga $195 ga qilib beraman do'stlar. Ulgurib olinglar, bir dona bor. Xo'p, S20 Plus'imiz ham bor. Mana oq rangidan 12 ga 256 xotirali bu telefonimiz. Protsessori Snapdragon, mana ekranlari ekran. Bu telefonning batareykasi ham o'zi ham juda ham kuchli. Hozirgacha bu telefonning xaridorlari ko'p, chunki har qanday programmani qatimasdan juda ham tezlik bilan ishlab ochib beradi. Shuning uchun buni xaridori o'ta ham ko'p. Men sizlarga bu S20 Plus telefonimiz shoshilib qolinglar do'stlar. Atigi S15 narxida $190 ga men sizlarga S20 Plus taklif qilaman. Hatto ekranni o'zini ham sotib olamiz sizlarga do'stlar, sotuvda $200 dan qimmat. Ekranni puliga men sizlarga telefon taklif qildim. Shoshilinglar, faqat bitta bor. Xo'p, bundan keyingisi S21 Plus. Mana 4 xil rangidan bor bizda. Qorasi ham bor, silveri ham bor, pushti rangi ham bor. Mana ko'rsalar ham bo'ladi. S21 Plus telefonlarimiz 8256 xotirali, batareykalari 4800 mAh. Bemalol zaryadi bir kunga yetib ortadi bu telefonlarda. Holatlari yangidek idealniy sostoyanida bo'lib turibdi do'stlar. Bu S21 telefonlarimizni idealniy sostoyanidasini Gold Mobile'dan atigi $245 dan 8256 S21 Plus'larni idealniy sostoyanasini bizdan xarid qilsalar ham bo'ladi. Xo'p, bundan keyingi telefonimiz S22 Plus 8 ga 256 xotirali, hamma rangidan bor, ko'rsalar ham bo'ladi. Juda ham tiniq idealniy sostoyanida bu telefonlarimiz. Narxlari bularda boshlang'ich narxi $260 dan $295 gacha idealniy tiniq sostoyanadalar do'stlar. Shoshilib qolinglar, bunaqa chegirmalar har doim ham bo'lmaydi. Do'stlarga tarqatib berasizlar. Xo'p, bundan keyingi telefonimiz Samsung seriyasida S21 Ultra. Mana 12256 xotirali idealniy tiniq sostoyanida faqat bir dona bor. Men sizlarga juda ham arzon chegirma narxda qilib beraman. Buni do'stlar $328 ga qilib beraman. Dastlabki xizmati ichida bepul O'zbekiston bo'ylab. Bundan keyingi telefonimiz S22 Ultra. Idealniy yangidek salafan plyonkalari olinmaganlarigacha bor bizda. S22 Ultra mana silver rangi, ko'rsalar ham bo'ladi. Juda ham zo'r, idealniy tiniq holatda yangidek bo'lib turibdi. Buni men sizlarga atigi $418 ga idealniy sostoyanadasini men sizlarga taklif qilaman S22 Ultralar. Bundan keyingi telefonlarimiz, xo'p, S seriyalarimiz tugadi. Endi men sizlarga iPhone'larda ham bir tanishtirib o'taman. iPhone'da bizda iPhone 11 64 xotiradan boshlanadi. Bu telefonlarimiz mana 100% rastamoshka bo'lib kirgan. 64 xotirali, yomkis batareykalari 80 dan tepa bu telefonlar. Narxini men sizlarga stiklo g'ilofi ichida bonus qilib O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bepul atigi $228 dan iPhone 11 da men sizlarga taklif qilaman. Xo'p, iPhone 11larimizni hattoki bizda ikkita sim kartaliklari ham bor do'stlar. E'tibor berasizlar. Bemalol yonidan ikkita sim karta solib ishlatsalar ham bo'ladi bu telefonlar. Bu telefonlarimiz yomkis batareykalari ham 100, holatlari yangi holatda turibdi. Xo'p, bu telefonlar 4 marta 5 marta zaryad bo'lgan. Shunaqa holatda mana yangidek telefonlar Dubaydan kelgan, rastamoshka bo'lgan. Bularning narxini men sizlarga $270 qilib beraman. 100 yomkisli, ikkita sim kartali, xotirasi 128 talik iPhone 11. Kimga qiziq bo'lsa shoshilinglar, soni chegaralangan. iPhone 11 Pro 256 xotirali, 100 yomkisligidan oqtarayotganlarga mana bizda bor Gold Mobile'da. Bitta sim karta, bitta eSIM, ikkinchi sim karta imekasi ham o'tgan hattoki. Buni narxini men sizlarga $295 qilib beraman.
256 xotirali. 64 xotiradan boshlanadi iPhone 11 Pro. Bu 256 bir dona bor. Shoshilinglar. iPhone 11 Pro'dan keyin men sizlarga iPhone 13 Pro'lar taklif qilishni boshlayman. Xo'p, do'stlar, iPhone 13 Pro'larimiz korobka dokumentli, bitta sim karta, bitta eSIM bilan o'tgan, rastamoshkadan o'tgan bu telefonlarimiz. Xo'p, qo'limda mana bu 13 Pro'ni men sizlarga atigi $415 tavsiya qilaman. Nimaga bunaqa deydigan bo'lsalaring, bu telefonlarimiz servisni o'zida ekran displeyi almashgan, lekin ishlashiga hech qanaqa ahamiyati yo'q, servisda qo'yilgan. Shuning uchun shunaqa narxi. Lekin yomkis batarekalari 80 dan tepa korobka dokumenti bor. Ikkinchi sim karta imekasi ham hattoki o'tgan. Xo'p. Yo'q, displey almashmagani kerak menga deydigan bo'lsalang, korobka dokumentli 13 Pro'larimizni idealniy sostoyaniyasini men sizlarga do'stlar $470 qilib beraman. Korobka dokument, ikkinchi sim karta imekasi ham o'tgan bo'ladi. Ofitsialniy Uzimedan. iPhone 12 Pro 84 yomkis korobka dokument tiniq idealniy sostoyaniyada. Bitta sim karta, bitta eSIMlarigacha o'tgan. Bor bizda korobka dokument. Xo'p, bu telefonimizni men sizlarga $338 qilib beraman. Korobka dokumentli bu telefonlar. Xo'p, undan keyingi modelimiz 13 Pro'dan keyin 14 Pro'ga ham yetib keldik. iPhone 14 Pro'larimizni 128 xotirali idealniy sostoyaniyadagi korobka dokumentlilarini do'stlar men sizlarga $568 ga bitta sim karta, bitta eSIM ham o'tgan. Keyin bularni ichida hattoki yangi zaryadnilari ham olinmaganlari bor. Men sizlarga zaryadni kabellarni ham qo'shib beraman. Bonusiga bitta stiklo bizdan hadya do'stlar. iPhone 14 Pro'da hamma rangidan bor, ko'rsalar ham bo'ladi. 14 Pro'da 256 xotiraligini so'raganlar ham 14 Pro'imizda 256 xotiraliklari bor bizda do'stlar. Xo'p, hamma rangidan ko'rsalar ham bo'ladi. Hozirgi kunda 14 Pro'da 256 lik oq rangini so'rayotganlar juda ham ko'p. Men sizlarga mana 256 talik 96 yomkis bu telefonimizni ikkinchi sim kartasi ham o'tgan. iPhone 14 Pro 256 xotirali, yomkis batarekalari 96, bitta sim karta, bitta eSIM imegasi ham o'tgan. 100% rastamoshka telefonimiz. Xotirasi 256 lik. Aytib o'tganimdek, buni narxini men sizlarga $598 qilib beraman. 256 talik, e'tibor berasizlar. Korobka dokumentli bular. Xo'p, bez korobkalari $10, $15 arzonroq bo'ladi lekin. Shunaqa narxda ham bor bizda. Xo'p, bundan keyingi telefonimiz iPhone 15 Pro. Mana oq ranglilari juda ham hadavoy bo'lib qoldi, chunki 17 Pro'da mana 17 Pro Max'da mana bunaqa rang chiqqan. Bitta g'ilof solib olsalaring, iPhone 17 dan hech qanaqa farq qolmaydi. Shuning uchun oqlari juda ham ko'p so'rashyapti. Bizda bor bunaqasi mana. Idealniy sostoyaniyada, yomkislari 83 dan tepa bu telefonimizni. Sim karta imekalari ofitsialniy o'tgan. Buni narxini men sizlarga do'stlar atigi $645 ga qilib beraman. Stiklosi bizdan bonus. Xudo xolasa dastlabkasi ichida. Xo'p. iPhone 15 Pro'imizni 256 xotiraligi ham bor. Korobka dokument, bitta sim karta, bitta eSIM ham o'tgan bo'ladi. Yomkisi 89 do'stlar. Buni narxini men sizlarga $695 qilib beraman. 256 taligini. 128 xotirali korobkaligi ham bor. $670 qilib beraman. Endi iPhone 15 Pro Max muxlislariga 15 Pro Max'imiz ham bor. Blue rangda ham bor. Natural titanium rangda ham bor. Bu telefonlarimiz yomkis batarekalari 84-85. Batareyka yomkislari, telefonlar holati juda ham a'lo, idealniy sostoyaniyada turibdi. Men sizlarga bularning narxini atigi $758 dan stiklolari bonus qilib qo'yib beramiz. Dastlabkasi xizmati ichida bepul, pochtagacha bemalol xarid qilsalaring bo'ladi iPhone 15 Pro Max'lar. Do'stlar, iPhone 13 Pro Max so'raganlar ham 13 Pro Max'da idealniy sostoyaniyasidan bor, green sveti. Narxini men sizlarga do'stlar $538 qilib beraman. 14 Pro Max 256 xotiraligi bizda bor. $630 ga bitta sim karta, bitta eSIM o'tgan, yomkis batarekalari 83. Silver rangi bor, 89 yomkisda. Idealniy yangidek bo'lib turibdi. Qanchadan beri bunaqasi kelmaganda 14 Pro Max'da do'stlar, shoshilinglar, bir dona xotirasi ham 256 talik, bitta sim karta, bitta eSIM bo'ladi. Ikki sim kartasi ham o'tgan bu telefonlarda do'stlar. Buni narxini men sizlarga $668 qilib beraman. 256 xotirali 14 Pro Max yangidek, tiniq bo'lib turibdi. Shunga ham e'tibor berasizlar. Xo'p, iPhone 16 Pro'larimiz ham bor. Mana bu ham ikkita sim kartasi o'tgan, yomkis batareykalari 97. Men sizlarga atigi buni $838 ga iPhone 16 Pro bizdan Gold Mobile'dan xarid qilsalaring bo'ladi.
Xo'p, iPhone 16 Pro'imizni 256 xotirali Desert Titanium yomkis batareykasi 99. Xotirasi 256 tali 128 ni narxiga beraman men sizlarga. Xo'p, buni narxini sizlarga do'stlar $880 qilib beraman. 256 tali 16 Pro xotirasi kattaroq bo'lsin desalang, bemalol bizga aloqa qilsalang bo'ladi. Natural Titanium 2 sim kartasi ham o'tgan, korobka dokumentligi ham bor bizda. Buni narxini $920 qilib beramiz. Endi 16 Pro Max ga ham yetib keldik. 16 Pro Max'larimiz ikkita sim kartali. Bitta sim karta, bitta esimligi ham bor. Bularning narxini men sizlarga do'stlar $938 qilib beraman 16 Pro Max'larni. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Gold Mobile'da juda ham arzon chegirma narxlar. Hattoki bizda iPhone 13 ta pochka yangi ochilmaganini ham xarid qilsalar ham bo'ladi. Men buni sizlarga do'stlar juda ham arzon narxda atigi $499 ga qilib beraman. Ofitsialniy o'tgan 2025-yilgi telefon. Bitta sim karta, bitta esim bo'ladi. 2 sim kartasi ham o'tgan. $499 ga yangi pochka telefon olaman desalaring, iPhone'ni men sizlarga iPhone 13 ni qo'rqmay tavsiya qilaman. iPhone tarixida batareykasi eng baquvvat bo'lgan telefonlardan bittasi iPhone 13 bo'ladi do'stlar. Yangi ochib ishlatib maza qilinglar. Hattoki iPhone 11 da ham yangisi $400 bo'lyapti. Chicha qo'shib turib iPhone 13 yangi ochib ishlasalar ham bo'ladi. Bizda mana iPhone 17 Pro eng ommabop bo'lgani natural titanium rangdan kelgan. Mana 17 ning tarixida silveri chiqdi mana. Eng hadavoy shu bo'lib qoldi. Endi do'stlar, buni narxini men sizlarga juda ham arzon narxda qilib beraman. Bitta sim karta, bitta eSIM o'tgan. Hozirgi bozorda bunaqasini topish qiyin. Bu sim kartaligi bo'ladi, eSIM ham bo'ladi. Bizdagi sim kartali. Buni narxini men sizlarga $1480 ga faqat obunachilarim uchun qilib beraman. Lekin 1500 sotyapmiz, hattoki optim narx. Endi iPhone 17 Pro Max orange rangi ham bor, silver rangi ham bor. Hozir orange bilan silver rangi $100 gacha bozorda farq qilyapti. Do'stlar, kimga qanaqa rangi bo'lsa, bemalol qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Orange rangini men sizlarga $1550 ga qilib beraman do'stlar. Imekalari o'tgan ofitsialniy sim karta tushadi bunga. 512 xotiraligi ham bor. 512 xotiraligini $1850 qilib beraman. Kattaroq xotira kerak desalar. Mana Silver Titaniumni ham narxini aytib o'tamiz. Endi buni narxi hozirgi kunda $1635 bo'lyapti. Sim karta tushadi xona. 17 Pro Max silver rangi. Ofitsialniy bo'ladi, imekasi o'tgan bo'ladi. Do'stlar, yana ham telefonlar ham juda ham ko'p. Obzor qilaylik desangiz, sizlarda vaqtlaring chegaralangan. Hammasini aytib o'tsak, vaqt yetmay qoladi. Shuning uchun biz Telegram silkasini qoldirib o'tamiz. Obuna bo'lib qo'yib, bemalol narxlar kuzatsalar ham bo'ladi. Videoni ko'proq ko'rish uchun do'stlarga tarqatib qo'yinglar. Bundan da qiziq videolar xudo xolasa tayyorlab borishga harakat qilamiz. Sog' salomat bo'linglar.